Odamlarda shunaqa qo'rquv bor, qo'ng'iroqqa javob bersam shu zahotiyoq kartamdagi pulni yechib oladi degan tushuncha bor. Ki ko'cha-ko'yda duch kelgan QR kodlarni skaner qilmaslikni va u QR kodlar ayniqsa devorlarda yoki ustunlarda osilgan bo'lsa, uni zinhor skaner qilmang. Dilshodbek, Firibgarlarda juda ham ko'p ssenariylar mavjud va bu ssenariylarda ular go'yoki shifokor bo'lishi mumkin yoki yong'in xavfsizligi xodimi bo'lishi mumkin. Bundan tashqari operatorlarga aylanadi, bank xodimiga aylanishi mumkin, ichki ishlar xodimiga aylanadi. Hammasini firibgar yaxshi o'rganib chiqadi va aynan o'sha foydalanuvchining nozik nuqtasini topadi. O'zbekistonda kiber jinoyatlar soni 46 mingdan ortiqni tashkil etdi. Assalomu alaykum. Bugun podkastimizda kiber firibgarlik haqida gaplashamiz. Studiyamiz mehmoni Kiber xavfsizlik markazi davlat muassasasi mutaxassisi Dilshodbek To'rayev. Assalomu alaykum. Assalomu Xush alaykum. kelibsiz. Rahmat. Dilshodbek, mana rasmiy ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, 2025-yil yakunlari bo'yicha O'zbekistonda kiber jinoyatlar soni 46 mingdan ortiqni tashkil etdi. So'nggi 5 yil ichida esa bu turdagi jinoyatlar 68 baravarga oshganini ko'rishimiz mumkin va buni natijasida yuridik va jismoniy shaxslarga yetkazilgan zarar 1,2 trillion so'mdan ortiqni tashkil etdi. Aytingchi, o'zi kiber firibgarlik nima va uning qanday turlari mavjud? Kiber firibgarlik bu axborot kommunikatsiya texnologiyalari yordamida fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari yoki akkauntlariga ega chiqishga harakat qilishdir. Ularning eng keng tarqalgan usullaridan biri bu ijtimoiy muhandislikdir. Shu o'rinda ta'rif bering, shu ijtimoiy muhandislik nima? Ijtimoiy muhandislik bu firibgarlikning keng tarqalgan usullaridan biri bo'lib, aynan psixologik bosim ostida fuqarolarni manipulyatsiya qilish evaziga shaxsiy ma'lumotlariga ega chiqishga harakat qilishdir. Qanday holatlarda ijtimoiy muhandislikni ko'ramiz? Misol uchun, firibgarlar o'zini foydalanuvchilarga yaqini qarindoshi sifatida tanishtiradi va ularga go'yoki baxtsiz hodisaga uchraganini ta'kidlaydi. Shundan so'ng esa qandaydir pul mablag' so'raydi. Foydalanuvchi bunga ishongudek bo'lsa, firibgarga osongina pul mablag'larini o'tkazish holatlari ham kuzatilmoqda. Kiber firibgarlar bir marta qo'ng'iroq qildi, bir natijaga erisha olmagach, boshqa yo'llarini ham ko'rishadimi? Albatta, chunki foydalanuvchi hozirda ijtimoiy tarmoqlarda, boshqa veb-saytlarda o'zining shaxsiy ma'lumotlarini joylagan bo'ladi. Misol uchun, ism-familiya, tug'ilganlik oyi, yili, kuni, hattoki pasport ma'lumotlarini ham joylagan foydalanuvchilar juda ko'p. Va bularni hammasini firibgar yaxshi o'rganib chiqadi va aynan o'sha foydalanuvchining nozik nuqtasini topadi. Bugungi kunda yana firibgarlikning qanday turlarini kuzatishimiz mumkin? Aynan o'sha ijtimoiy muhandislikni firibgarlikning phishing usuliga bog'lasak bo'ladi. Aynan qo'ng'iroq qilish evaziga va manipulyatsiya qilish evaziga shaxsiy ma'lumotlarga ega chiqishga harakat qiladi. Demak, phishing bu qo'ng'iroq orqali amalga oshiriladigan kiber firibgarlik hisoblanadi. Odatda ularda turli xil ssenariylar bo'ladi. To'g'rimi? Albatta, firibgarlarda juda ham ko'p ssenariylar mavjud va bu ssenariylarda ular go'yoki shifokor bo'lishi mumkin yoki yong'in xavfsizligi xodimi bo'lishi mumkin. Bundan tashqari operatorlarga aylanadi, bank xodimiga aylanishi mumkin, ichki ishlar xodimiga aylanadi. Bularning barchasi fuqarolarni yaxshilab o'rganib chiqib, ularning nozik nuqtasini topadi va ularga shu orqali ruhiy bosim o'tkazadi. Bundan tashqari firibgarlikning qanday turlari bor? Bundan tashqari firibgarlikning eng keng tarqalgan usullaridan biri bu phishing hisoblanadi. Phishing bu muayyan bir original saytning klonlashtirilgan versiyasi hisoblanadi, ya'ni soxta sayt. U saytga foydalanuvchi kiradi va o'zining shaxsiy login va parollarini kiritgan payti bu login parol firibgarga yetib boradi. Firibgar esa original veb-saytga o'tadi va foydalanuvchining shaxsiy ma'lumotlariga ega chiqishga harakat qiladi. Shu orqali o'ziga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni olishga erishadi. Urinadi. Misol uchun, phishing saytlar bu aynan original saytdan domeni farq qiladi. Ya'ni u yerda yozilganki go.uz bu original sayt hisoblansa, veb-sayt hisoblansa, soxta veb-saytlarda go1.com yoki org shunaqa shubhali ko'rinishga ega bo'ladi. Demak, barcha domenlarga e'tiborli bo'lish kerak. Albatta, e'tiborli bo'lish zarur. Yana qanday holatlarni kuzatamiz firibgarlikni? Bundan tashqari firibgarlikning yana bir usuli mavjud, bu QR phishing usuli. QR phishing bu shubhali havolalar orqali soxta veb-saytlarga yo'naltirishi mumkin. Shu o'rinda fuqarolarimizga shuni tavsiya qilgan bo'lardimki, ko'cha-ko'yda duch kelgan QR kodlarni skaner qilmaslikni va u QR kodlar ayniqsa devorlarda yoki ustunlarda osilgan bo'lsa, uni zinhor skaner qilmang.
Dilshodbek, mana ijtimoiy tarmoqlarda, messenjerlarda mashhur shaxslar tomonidan yuborilgan videolarni, video murojaatlarni ko'rishimiz mumkin va ularda ko'pincha meros sifatida shuncha pulim qoldi va uni tarqataman yoki keling mana shu insonga yordam beraylik, yordamga muhtoj bo'lib qoldi degan mazmundagi murojaatlarni ham ko'rishimiz mumkin. Bularga qanchalik ishonishimiz kerak? Aynan firibgarlikning bu turi deepfake deb nomlanadi. Ya'ni firibgarlar sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida mashhur insonlarning yuz qiyofasidan foydalanib, ularga o'zi xohlagan matnlarni o'qitadi va videoroliklarni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatadi. Firibgarlar tomonidan tayyorlangan bu kabi soxta videoroliklar ostidagi karta raqamlariga foydalanuvchilar ko'plab pul mablag'larini o'tkazish holatlari ham kuzatilmoqda. Va aldanib qolishadi natijada. Aldanib qolishadi. Bu turdagi videoroliklarni qanday ajratib olamiz? Soxta yoki haqiqiyligini? Albatta imkoniyati mavjud. Kiberxavfsizlik markazi mutaxassislari tomonidan ishlab chiqarilgan Xavfsizlik.uz veb-sayti mavjud va unga videorolik yuborilgudek bo'lsa, uni aslini soxtasidan ajratish imkoniyati bor. Jarayonni tushuntirib bering, qanday amalga oshiriladi? Misol uchun, Xavfsizlik.uz veb-sayti mavjud va u yerda AI bo'limi bor. AI bo'limiga shubhali videoni yuklaymiz va har bir sekundi bo'yicha uni tahlil qiladi va videorolik bo'yicha xulosa beradi. Demak, fuqarolarimiz mazkur veb-sayt orqali bemalol barcha turdagi videolarni haqiqiy yoki soxta ekanligini ajratib olishadi. Albatta. Dilshodbek, mana biz yuqorida kiberfiribgarlikning turlari bo'yicha gaplashdik. Bugungi kunda fuqarolarimizga xorijdan yoki umuman shubhali qo'ng'iroqlar amalga oshirilganda ularning ko'plari qo'ng'iroqqa javob berishga qo'rqishadi. Ya'ni odamlarda shunaqa qo'rquv bor, qo'ng'iroqqa javob bersam shu zahotiyoq kartamdagi pulni yechib oladi degan tushuncha bor. Bu qanchalik to'g'ri? Bu stereotip umuman noto'g'ri. Bu yerda qo'rquvga hech qanday hojat yo'q. Fuqarolar bemalol qo'ng'iroqlarga javob bersa bo'ladi va moliyaviy zararga o'sha zahoti uchramaydi. Nima holat bo'ladi bunda? Agarda suhbat davomida sizdan karta raqamlari, shaxsiy ma'lumotlar yoki qandaydir kodlarni so'ragudek bo'lsa, bu aniq firibgar bo'ladi. Bunday holatda fuqarolarimizga shuni tavsiya qilgan bo'lardim, muloqotni darhol to'xtatishni. Bordi-yu muloqot cho'zilib boraversa, unda manipulyatsiyaga bo'lgan urinishlar soni ham ko'payib boraveradi va ruhiy bosim kuchayadi. Buni ortida esa fuqarolarimiz shaxsiy ma'lumotlarning sizdirilishi yoki moddiy zararga uchrashi mumkin. Mana so'nggi vaqtlarda Telegram messenjeri orqali fuqarolarimizga turli shubhali APK fayllar, havolalar kelishi kuzatilmoqda va buning natijasida ayrim fuqarolarimiz zarar ko'rmoqdalar. Bu haqda nima deysiz? Avvalambor, APK fayl o'zi nima? APK fayl bu Android qurilmalari uchun mo'ljallangan ma'lum bir vazifani bajaruvchi ilova. Misol uchun, Yandex Navigator, Telegram yoki WhatsApp, bularning barchasi APK fayl hisoblanadi. Afsuski, firibgarlar ham APK formatdagi zararli ilovalarni yaratib, uni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatmoqda. Foydalanuvchi esa buni ochib qo'ygudek bo'lsa, aynan firibgarga qurilmaga kirish uchun ruxsat beradi. Demak, firibgarlar fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini qo'lga kiritishlari mumkin. Albatta, firibgarlar fuqaroga kelgan kodlarni bilish evaziga ma'lum bir operatsiyalarni bajaradi va bu fuqarolarga aniq moliyaviy zarar keltiradi. Telegram messenjeri orqali kelgan APK fayllarni avvalambor ochmaslik zarur. Bordi-yu uni tekshirmoqchi bo'lsangiz, mutaxassislarimiz tomonidan ishlab chiqilgan Cyber Qalqon bot Telegram botiga jo'natishingizni tavsiya qilamiz va tez orada fayllarning zararlilik darajasini bilib olishingiz mumkin. Shu o'rinda shubhali havolalarni ham tekshirishning imkoni bormi? Albatta, Cyber Qalqon bot orqali bu shubhali havolalarni ham tekshirishimiz mumkin. Bundan tashqari, Xavfsizlik.uz veb-saytida ham shubhali havolalarni tekshiradigan bo'lim mavjud. Tasavvur qiling, foydalanuvchi bu kabi zararli APK fayllarni yoki havolalarni ishga tushirib qo'ydi. Bunda birinchi navbatda ular nima qilishlari kerak? Bunday holatda hech qanday vahimaga tushmaslik zarur. Shoshqaloqlik bilan qilingan har bir qadam o'ziga zarar keltirishi mumkin. Aynan mutaxassislarimiz tomonidan ishlab chiqilgan check permission ilovasi mavjud va u ilova qurilmada qandaydir zararli ilova bor yoki yo'qligini topib, uni bloklashga xizmat qiladi. Ushbu ilovani Play Marketdan yuklab olib o'rnatishingiz mumkin va u mutlaqo bepul. Mazkur ilova qurilmadagi zararli dasturlarni aniqlaydi va foydalanuvchi ushbu dasturlarni o'chirib tashlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Mana siz faoliyatingiz davomida turli fuqarolarimiz tomonidan keladigan turli murojaatlar bilan ishlaysiz va ular orasida biron bir voqeani
Ya'ni shu zararli APK fayllar yoki havolalar bilan bog'liq biron bir voqeani gapirib bering. Fuqarolar tomonidan Kiberxavfsizlik markazi davlat muassasasiga ko'plab murojaatlar bo'ladi va markaz vakolat doirasida ko'rib chiqadi va tavsiyalar berib boradi. Bir keysni aytib o'taman. Bitta fuqaro zararli ilovani qurilmasiga o'rnatib oladi, o'zi bilmagan holda. Firibgar esa o'sha qurilmadan ko'plab mablag'larni yechib olishni boshlaydi. Bu shubhali havolalarni fuqaro, ya'ni o'sha foydalanuvchi sezib qoladi va markaz tomonidan ishlab chiqilgan check permission ilovasini qurilmasiga o'rnatadi. Ushbu check permission ilovasini qurilmasiga o'rnatgandan keyin aynan ilova zararli dasturni topib bildirishnoma orqali foydalanuvchiga ma'lum qilgan va foydalanuvchi o'sha zararli ilovani darhol o'chirib yuboradi va natijada check permission ilovasi orqali omonatdan ko'plab mablag'ning chiqib ketishining oldi olindi. Dilshodbek, suhbatimiz yakunida barcha fuqarolarimizga yuqorida keltirib o'tilgan salbiy holatlarga uchramasliklari uchun qanday tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Birinchidan, fuqarolarimiz SMS va PIN kodlarni begona shaxslarga taqdim etmasligi kerak. Ikkinchidan, qurilmaga ilova o'rnatishda albatta rasmiy manbalardan foydalanish zarur. Uchinchidan, profil va akkauntlarga kirishda albatta murakkab parollardan foydalaning. Misol uchun, katta va kichik harflar, tinish belgilari va sonlar. To'rtinchidan esa barcha ilovalarga kirishda 2 bosqichli autentifikatsiyani yoqish zarur. Bu esa qo'shimcha himoyani ta'minlaydi. Bundan tashqari, sizga xizmat ko'rsatuvchi bankka murojaat qilib, holat yuzasidan ma'lumot bering. Muhim va foydali bo'lgan ma'lumotlaringiz uchun rahmat kattakon. Sizga ham rahmat. Kiberxavfsizlikka oid qiziqarli ma'lumotlarni keyingi dasturlarimizda ham berishni davom ettiramiz. Bizni kuzatib boring.